Real Madrid muxlislari uchun ajoyib xushxabar. Denzel Dumfries endi Madrid klubi futbolchisi. Sahifamga obuna bo'lib, like bosing, men batafsil tushuntirib beraman. Gap shundaki, Madridni oldinda prezidentlik saylovlari kutayotgan edi va mana shu saylov oldidan Florentino Perez bomba transferni amalga oshirdi va o'z an'anasiga sodiq qolgan holatda dunyoning eng zo'rlarini yana Madridga taklif etmoqda. Dumfriesni juda yaxshi bilasiz, u o'ng qanotda dunyoda eng zo'r himoyachilar sirasiga kiradi va ana shu futbolchini Madrid o'z an'analariga sodiq qolgan holatda arzongina 20 million yevroga qo'lga kiritmoqda. Dumfries 2025-yilda Interga sadoqat ko'rsatgan va tekinga tark etmasligi uchun kelishuvni uzaytirishga rozi bo'lgan. Faqat shartnomaga bitta band qo'shtirgan. Bu top klublardan taklif bo'ladigan bo'lsa, 20 million yevro evaziga jamoani tark etish bandi. Va mana shu band Real Madrid uchun juda qo'l keldi hamda Dumfries Madridga o'tmoqda. Bu yerda trend bor-ku deyishingiz mumkin, lekin trendni ko'rdikki, o'tgan mavsum o'z darajasida o'ynay olmadi. Dumfriesning kelishi birinchi navbatda jamoada qanotda raqobatni kuchaytiradi. Shuningdek, Carvajaldan keyin menimcha bu darajada va undan ham yaxshiroq o'ynay olishi mumkin bo'lgan futbolchi bu albatta Dumfries bo'ladi. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.